O'zbekistonda 1-apreldan nimalar o'zgaradi? Spot aprel oyidan kuchga kiradigan qonunchilikdagi o'zgarishlar hamda muhim yangiliklarni eslatib o'tadi. Ayrim to'lovlar uchun naqd puldagi hisob-kitoblar bekor qilinadi. 2026-yilning 1-aprelidan ayrim to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bunga quyidagilar kiradi: davlat xizmatlari, kommunal to'lovlar, tamaki va alkogol mahsulotlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari va elektromobillarni zaryadlash xizmatlari uchun to'lovlar, 25 million so'mdan yuqori xizmatlar, ko'chmas mulk, chiqaniga 10 yildan oshmagan M, N, O va G toifaga kiruvchi transport vositalarini sotish va sotib olish. Yangi tartibga ko'ra, uy-joy va avtomobil oldi-sotishda to'lovlar escrow hisob varaqlari orqali amalga oshiriladi va notariuslar shartnomani banklardan olgan elektron ma'lumotlar asosida tasdiqlaydi. Bunday bitimlar bo'yicha bank xizmatlari uchun quyidagicha komissiya undiriladi. Ko'chmas mulk oldi-sotish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50%, 206 ming so'mgacha, avtomobillar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25%, 103 ming so'mgacha. Tariflar faqat davlat ulushi mavjud bo'lgan 9 ta bankda amal qiladi. Qolgan tijorat banklarida tariflar mustaqil belgilanadi. Kameralar jarima ballarini yozishni boshlaydi. Kameralar qayd etgan qo'pol qoidabuzarlik uchun endi nafaqat jarima, balki jarima ballari ham yoziladi. Maksimal limit 12 ball. Agar 1 yil ichida shu ball to'plansa, haydovchi 6 oyga pravasidan ayriladi. Eng yuqori 2 ball tezlikni 60 dan oshirgan va avariyadan qochganlarga beriladi. 1 ball qizildan o'tgan, obgon qilgan yoki tezlikni 40 gacha oshirganlarga yoziladi. 0,5 ball tezlikni biroz oshirish, tez yordamga yo'l bermaslik uchun, 0,3 ball esa nosoz mashina haydash va odam tashish qoidasini buzishga, eng kam 0,2 ball sababsiz signal chalish va noto'g'ri to'xtashga beriladi. Tibbiyot muassasalari 5 kunlik ish rejimiga o'tadi. 1-apreldan boshlab davlat tibbiyot muassasalarining ish vaqti rejimi 5 kunlik ish haftasiga o'tkaziladi. Bunda tibbiyot muassasalari ish faoliyatining uzluksizligini ta'minlash uchun bayram va dam olish kunlari navbatchilik asosida ishlashiga yo'l qo'yiladi. Ijtimoiy kartalarni endi istalgan bank orqali olish mumkin bo'ladi. Avval tizimda ishtirok etish cheklangan bo'lib, bunday imkoniyat faqat Aloqa bank va Xalq bankiga berilgandi. Endilikda texnik talablarga javob beradigan har qanday rezident bank ijtimoiy kartalarni chiqarishi va aholiga berish bo'yicha moliyaviy agent sifatida faoliyat yuritishi mumkin. Uzbekistan Airways brend tariflarini joriy qiladi. Aviachiptalar narxning bir necha darajasini nazarda tutuvchi brend tariflarini tashish shartlari, kiritilgan xizmatlar to'plami, bagaj me'yorlari, chiptalarni almashtirish, qaytarish shartlari, jo'nab ketish sanasini o'zgartirish va boshqa xizmatlar bilan farq qiladi. 1-apreldan boshlab mamlakat ichki aviaqatnovlarda Light brendi asosida minimal tariflar joriy etilib, yo'nalishlarga qarab narxlar 235 ming 230 so'mdan 484 ming 298 so'mgacha etib belgilanmoqda. Yoshlar startaplari uchun 5 milliard so'mgacha foizsiz qarz ajratiladi. Startup ekotizimining yagona elektron platformasida ro'yxatdan o'tgan startup ekotizimi ishtirokchilariga bir qator xarajatlar qoplab beriladi. Jumladan, o'quv kurslarida o'qish sertifikatini olish hamda akseleratsiya hamda inkubatsiya dasturlarida ishtirok etish xarajatlarining 50% gacha qismi qoplanadi. Biroq bu 20 ming dollardan oshmasligi kerak. Shu bilan birga patentlash hamda intellektual faoliyat natijalari va savdo belgilari ro'yxatdan o'tkazish xarajatlari ham qoplab berilishi ko'zda tutilgan. Tarkibida shakar bo'lgan ichimliklar uchun aprel oyidan boshlab 100 ml-dagi shakar miqdoriga qarab aksiz solig'ining progressiv stavkasi qo'llaniladi. 5 grammgacha 1 litri uchun 500 so'm, 5 grammdan 10 grammgacha 1 litri uchun 515 so'm, 10 grammdan ortiq 1 litr uchun 535 so'm. Agar qadoqda shakar miqdori yozilmagan bo'lsa, eng baland soliq stavkasi qo'llaniladi. Shakar o'rnini bosuvchi ichimliklar uchun aksiz solig'i uchun 2 baravarigacha, ya'ni hozirgi 1 litr uchun 300 so'mdan 500 so'mgacha oshiriladi. Energetik ichimliklar uchun esa stavka 7,5% ga, 1 litr uchun 2000 so'mdan 2150 so'mgacha ko'tariladi. Shuningdek, chipslar uchun ham yangi soliq joriy etilmoqda. Endi ishlab chiqaruvchilar va import qiluvchilar har 1 kilogramm chips uchun 15 ming so'm soliq to'laydi. Qonunchilikdagi shu va boshqa muhim o'zgarishlar bilan batafsil spotda tanishishingiz mumkin.